avgust oyida ilk 10 milyon so'm beriladimi? Kimlarga tushadi? Nega ayrim odamlardan pulni qaytarish talab qilinyapti? Eng muhimi, nega ayrim kartalardan pul yechib olinayotgani haqida bugun juda muhim ma'lumot beraman. Bu masala faqat nafaqa olayotganlarga emas, subsidiyaga hujjat topshirganlarga, ijtimoiy yordam olganlarga, bolalar puli moddiy yordam. Kompensatsiya yoki davlat tomonidan bir martalik to'lov olgan har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta xato ariza, bitta noto'g'ri ma'lumot yoki bitta qarzdorlik kartangizdagi pul yechilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p ijtimoiy to'lovlar, yordam pullari yoki kompensatsiyalar mahalla, hokimlik, jamg'arma yoki tegishli tashkilotlar orqali alohida ro'yxat asosida berilar edi. Odam hujjat topshirardi. Komissiya ko'rib chiqardi, keyin kimga yordam berilishi, kimga berilmasligi hal qilinardi. Ayrim hollarda ma'lumotlar qo'lda tekshirilgani uchun xatoliklar ko'p bo'lardi. Masalan, odam aslida ishlayotgan bo'lsa ham tizimda ishsiz ko'rinishi mumkin edi yoki oilada avtomobil borligi kech aniqlanardi. Ba'zan esa fuqaro daromadini to'liq ko'rsatmasdan ariza topshirardi va yordam puli olib qo'yardi. Hozir nima o'zgardi? Endi ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilyapti. Ya'ni ariza topshirilganda faqat siz aytgan gapga qaralmaydi. Tizim soliq bazasini, kadastr ma'lumotlarini, bank kartalaridagi ayrim tushumlarni, pensiya va nafaqa ma'lumotlarini, avtomobil bor yo'qligini, ish haqi tushumlarini, oilaviy tarkibni, hatto avval olingan yordamlar tarixini ham solishtiradi. Shu sababli oldin berilgan pul keyin qayta tekshirilganda noqonuniy yoki ortiqcha to'langan deb topilishi mumkin. 1 million so'm masalasida ham odamlar orasida juda ko'p tushunmovchilik bor. Kimdir buni avgustda hammaga beriladi deb o'ylayapti. Kimdir faqat bolali oilalarga beriladi deyapti. Kimdir esa kartaga tushgan pulni keyin qaytarish kerak bo'ladi deb xavotirda. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Har qanday bir 5 million so'mlik to'lov ham umumiy, hamma uchun avtomatik to'lov degani emas. Bu mablag' qaysi dastur doirasida berilayotganiga qarash kerak. U moddiy yordam bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin, stipendiya yoki subsidiyaning bir qismi bo'lishi mumkin, ish haqi bilan bog'liq qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin yoki ijtimoiy himoya tizimidagi maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda kim xavotir olishi kerakligini tushunib olaylik. Agar siz davlatdan yordam puli olgan bo'lsangiz, lekin ariza topshirganda daromadingizni, oilangizdagi ishlovchi shaxslarni, mulkingizni yoki boshqa muhim ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatmagan bo'lsangiz, sizda xavf bor. Bu yerda gap faqat ataylab yashirish haqida emas. Ba'zan odam bilmasdan ham xato qiladi. Masalan, turmush o'rtog'i vaqtincha boshqa viloyatda ishlayotgan bo'ladi, lekin rasmiy ish haqi tushayotganini arizada ko'rsatmaydi. Keyin tizim soliq ma'lumotidan bu ish haqini ko'radi va oila daromadi me'yordan oshganini aniqlaydi. Natijada avval berilgan yordam puli ortiqcha to'langan deb topilishi mumkin. Misol keltiraman. Faraz qilaylik, bir oila avgustda 1 million so'm moddiy yordam oldi. Arizada oila a'zolari 4 kishi daromad yo'q deb ko'rsatilgan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, oiladagi bir kishi oxirgi 3 oy davomida har oy 2 million so'mdan ish haqi olgan. Tizim buni aniqlasa, yordam belgilangan mezonga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunda mas'ul tashkilot sizga pul noto'g'ri berilgan, qaytaring deb talab qilishi ehtimoli bor. Bu talab og'zaki bo'lsa, darhol pulni qaytarib yubormaslik kerak. Avvalo rasmiy asos qaror, dalolatnoma yoki yozma xabarnoma bo'lishi kerak. Ikkinchi misol, bir ayol bolalar puli olayotgan bo'lsin. Unga avgust oyida 1,5 million so'm atrofida to'lov tushdi. Keyin kartasidan bir qismi yechilib qoldi. Davlat puli qaytarib olinyapti deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida kartadan pul yechilishiga boshqa sabab ham bo'lishi mumkin. Aliment qarzi, kredit qarzi, sud ijro hujjati, soliq qarzdorligi, kommunal to'lov bo'yicha ijro ishi yoki bankning avvalgi qarzdorlikni undirish amaliyoti. Shuning uchun kartadan pul yechilsa, birinchi savol, pulni kim yechdi? Bankmi, majburiy ijro byurosimiz, soliq organimi, kredit tashkilotimi yoki to'lovni bergan tashkilotmi? Buni aniqlamasdan xulosa qilish noto'g'ri. Uchinchi misol, bir fuqaro subsidiya uchun hujjat topshirgan, keyin 1 million so'm oldindan to'lov yoki kompensatsiya olgan. Keyinchalik shartlar bajarilmagan. Masalan, u kerakli kursga qatnashmagan, ishga joylashmagan, xizmatdan foydalanmagan
yoki maqsadli mablag'ni boshqa narsaga ishlatgan. Bunday holatda pulni qaytarish talabi qonuniy bo'lishi mumkin. Chunki maqsadli yordamda pul xohlaganingizga ishlating deb berilmaydi. U aniq shart bilan beriladi. Shart buzilsa, davlat yoki tashkilot mablag'ini qaytarishni talab qilishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar siz yordam pulni qonuniy asosda olgan bo'lsangiz, arizada barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, oilaviy tarkibingiz, daromadingiz, mulkingiz yashirilmagan bo'lsa, to'lovning maqsadi buzilmagan bo'lsa, faqat internetdagi mish-mishlar sabab vahimaga tushmang. Har bir kartaga tushgan 20 million so'm keyin avtomatik qaytarib olinadi degan gap to'g'ri emas. Yordam puli qonuniy berilgan bo'lsa, uni qaytarish majburiyati bo'lmaydi. Lekin baribir hujjatlaringizni saqlab qo'ying. Ariza nusxasi, SMS xabar, to'lov ma'lumotnomasi, bank ilovasidagi tushum tarixi, mahalla yoki tashkilotdan berilgan xabarnoma. Chunki keyinchalik savol tug'ilsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. Endi eng nozik joyi, kartadan pul qanday yechilishi mumkin? Odatda davlat yordami yoki ijtimoiy to'lov kartaga tushgandan keyin odam uni o'z puli deb hisoblaydi. Umuman olganda to'g'ri. Mablag' sizga qonuniy berilgan bo'lsa, siz undan foydalanasiz. Lekin bank kartasi oddiy hisob raqami bilan bog'langan. Agar sizning nomingizda ijro hujjati bo'lsa, ya'ni sud qarori, qarzdorlik undirish hujjati, aliment qarzi, kredit qarzi bo'yicha ijro ishi ochilgan bo'lsa, karta hisobingizga tushgan puldan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu yerda juda muhim farq bor. Ayrim ijtimoiy to'lovlar qonunchilikda undirilmaydigan mablag' sifatida himoyalangan bo'lishi mumkin. Masalan, bolalar uchun ayrim nafaqalar, maqsadli ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar bo'yicha cheklovlar bo'lishi ehtimoli bor. Lekin amaliyotda bank yoki ijro tizimi tushum turini har doim ham to'g'ri ajratmasligi mumkin. Natijada odamning kartasidan ijtimoiy pul ham yechilib ketadi. Bunday vaziyatda pul ketdi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi demaslik kerak. Siz bankdan operatsiya tafsilotini olishingiz, majburiy ijro byurosidan ijro ishi bor yo'qligini tekshirishingiz, agar pul himoyalagan to'lov bo'lsa, uni qaytarish bo'yicha ariza yozishingiz mumkin. Yana bir yashirin nuqta. Agar pul ortiqcha to'langan bo'lsa, masalan sizga 500 ming so'm o'rniga 20 million so'm tushgan bo'lsa, tashkilot buni texnik xato deb tan olishi mumkin. Texnik xato bilan tushgan pulni sarflab yuborish muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha, keyin qaytarish qiyinlashadi. Men bunday holatda doim bitta maslahat beraman. Agar tushum siz kutgan miqdordan ancha ko'p bo'lsa, avval manbasini aniqlang. Bank ilovasi tushum nomini ko'ring. To'lov qaysi tashkilotdan kelganini aniqlang. Mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, ish joyi yoki bankka murojaat qiling. Pul tushdi. Demak, meniki deb darhol ishlatib yuborish har doim ham to'g'ri qaror emas. Yana bir misol. Talaba yoki o'quvchi ma'lum dastur doirasida 20 million so'm olgan bo'lishi mumkin. Keyin undan hujjat yetishmagani, talablarga mos kelmagani yoki ro'yxatda xato bo'lgani sabab qaytarish so'raladi. Agar u haqiqatan ham talabga javob bersa, pulni qaytarishga shoshilmasligi kerak. U o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, to'lov kelgan sana va summani ko'rsatadigan bank ma'lumotini olib, rasmiy e'tiroz berish kerak. Chunki ba'zan tizimdagi xato fuqaroning foydasiga hal qilinishi mumkin. Faqat odam o'z huquqini yozma ravishda talab qilish kerak. Pitfall, ya'ni odamlar ko'p tushadigan xatolardan biri. Telefon orqali qo'ng'iroq qilib, sizga noto'g'ri pul tushgan, falon kartaga qaytaring deyishsa, darhol ishonish. Hech qachon begona karta raqamiga pul qaytarmang. Agar pul davlat tashkilotidan kelgan bo'lsa, qaytarish ham rasmiy hisob raqamga, rasmiy talabnoma asosida bo'lishi kerak. Sizdan bank kartangiz kodini, SMS kodini, pasport rasmini, plastik karta amal qilish muddatini so'rashsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Pulni qaytaring degan har qanday talabni hujjat bilan tasdiqlatmaguncha harakat qilmang. Yana bir nozik jihat bor. Ba'zi oilalarda karta boshqa odam nomida bo'ladi. Masalan, nafaqa onaga berilgan, lekin karta erining nomida ishlatiladi. Yoki yordam pulini olish uchun qarindoshining kartasi ko'rsatilgan. Bu juda xavfli amaliyot. Chunki pul tushgan karta egasining qarzdorligi bo'lsa, pul yechilib ketishi mumkin. Keyin bu mening pulim edi deb isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy to'lovlar imkon qadar aynan oluvchi shaxsning o'z nomidagi kartaga tushishi kerak. Agar karta boshqa odamniki bo'lsa, avval uning kredit, aliment, soliq yoki ijro qarzdorligi yo'qligini tekshirish kerak. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman.
Birinchi qadam. Kartangizga tushgan 20 million so'm yoki boshqa summa qayerdan kelganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring. Operatsiya tarixini oching. Tushum nomini, sanasini, summasini screenshot qilib saqlang. Agar ilovada aniq ko'rinmasa, bank filialiga boring yoki bankning rasmiy kol markaziga murojaat qilib. Kirim operatsiyasi bo'yicha ma'lumot so'rang. Sizga to'lov topshirig'i, jo'natuvchi tashkilot nomi yoki hech bo'lmasa operatsiya tavsifi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam. Agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Qaysi asosga ko'ra qaytaraman deb so'rang. Sizga rasmiy xat, qaror, dalolatnoma, ortiqcha to'lov aniqlangani haqida ma'lumot yoki yozma talabnoma berilishi kerak. Unda summa, sabab, davr, huquqiy asos va qaytarish tartibi ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Agar kimdir tezroq qaytaring, bo'lmasa muammo bo'ladi desa, lekin hujjat bermasa, bu talabni tekshirish kerak. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, daromad ma'lumotnomasi, ish joyidan ma'lumot, soliq organidagi daromadlar, bankdan tushum va yechimlar tarixi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki pensiya hujjatlari. Ijara shartnomasi, kadastr ma'lumotlari, avval topshirgan arizangiz nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Agar masala bolalar puli yoki moddiy yordam bo'yicha bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga yozma murojaat qiling. Murojaatda menga falon sanada falon summa tushgan. Hozir qaytarish talab qilinyapti. Asosini tushuntirib berishingizni va hisob kitobni taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam. Agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, darhol kim yechganini aniqlang. Bankdan chiqim operatsiyasi tafsilotini oling. Agar EMIB, ijro, sud qarori, undirish kabi yozuvlar bo'lsa, majburiy ijro byurosining tuman bo'limiga murojaat qiling. Ijro ishi raqamini, qarzdorlik sababini, undirilgan summani so'rang. Agar bu pul ijtimoiy yordam sifatida tushgan bo'lsa va qonun bo'yicha undirilmasligi kerak deb hisoblasangiz, bank ma'lumoti va to'lov manbasini ilova qilib, pulni qaytarish yoki ushlab qolishni to'xtatish haqida ariza yozing. 5-qadam. Agar texnik xato bo'lsa, masalan sizga 2 marta pul tushgan bo'lsa, masalan cho'zmang. Tashkilotga boring, yozma tushuntirish oling. Qaytarish rasmiy rekvizitka amalga oshirilishini tekshiring. Pulni naqd berib yubormang, begona kartaga o'tkazmang. To'lov qilinsa, kvitansiyani saqlang. Ertaga siz qaytarmagansiz degan gap chiqmasligi uchun har bir harakat hujjat bilan qolishi kerak. 6-qadam. Agar siz haqiqatan ham pulni olishga haqli bo'lsangiz, lekin qaytarish talab qilinayotgan bo'lsa, e'tiroz yozing. E'tirozda hissiyot emas faktlar bo'lsin. Masalan, men ariza topshirgan paytda oilamda 5 nafar a'zo bor edi. Rasmiy daromadimiz falon so'm edi. Kadastrda qo'shimcha uy yo'q, avtomobil yo'q. Shuning uchun yordam puli qonuniy belgilangan deb hisoblayman. Shundan keyin hujjatlarni ilova qiling. Murojaatni 2 nusxada bering yoki elektron tarzda yuborsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. 7-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Kimdir o'zini bank, mahalla, vazirlik, ijtimoiy himoya xodimi deb tanishtirib, avgustdagi 20 millionni qaytarish kerak desa, undan ismi lavozim tashkiloti, rasmiy telefon raqami va talabnoma raqamini so'rang. Keyin o'zingiz mustaqil ravishda shu tashkilotning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam yuborgan havolaga kirmang, SMS kod bermang. Karta raqami va maxfiy ma'lumotlarni aytmang. 8-qadam. Kelajakda muammo bo'lmasligi uchun ariza topshirganda ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. Daromad bor bo'lsa bor deb yozing. Mashina bor bo'lsa yashirmang. Uy boshqa odam nomida bo'lsa ham, siz foydalanayotgan bo'lsangiz, vaziyatni tushuntiring. Oilada vaqtincha ishlayotgan odam bo'lsa, daromadini tekshiring, chunki bugun tizimlar bir-biriga ulanib boryapti. Kecha ko'rinmagan ma'lumot ertaga chiqib qoladi. Shunda bilmagan edim deyish har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Har bir qaytarish talabi noqonuniy emas. Buni ham adolat uchun aytish kerak. Agar odam yolg'on ma'lumot bergan bo'lsa, oila daromadini yashirgan bo'lsa, hujjatni soxtalashtirgan bo'lsa, yordamni noto'g'ri olgan bo'lsa, pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda faqat pulni qaytarish emas, ma'muriy yoki boshqa javobgarlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, davlat yordamini olishda eng to'g'ri yo'l halol va aniq ma'lumot berishdir. Lekin boshqa tomondan fuqaro ham himoyasiz emas. Agar xato davlat organi yoki tizim tomonidan qilingan bo'lsa, sizda tushuntirish talab qilish huquqi bor. Agar siz mezonlarga mos kelgan bo'lsangiz,
to'lovni bekor qilishga rozi bo'lmaslik huquqingiz bor. Agar kartadan asossiz pul yechilgan bo'lsa, shikoyat qilish huquqingiz bor. Agar sizga bosim o'tkazilsa yoki begona kartaga pul o'tkazish so'ralsa, bu haqda bankka, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki tegishli idoraga xabar berish kerak. Yana bitta muhim masala, ijtimoiy yordam puli bilan kredit qarzi aralashib ketmasin. Bank sizning kartangizdan avtomatik yechim qilgan bo'lsa, bu siz oldin kredit shartnomasida avtomatik yechimga rozilik berganingiz sabab bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shartnomani o'qimaydi. Keyin ijtimoiy pul tushganda bank kredit qarziga ushlab qoladi. Bunday holatda bank bilan yozma tartibda gaplashish kerak. Agar pul ijtimoiy himoya to'lovi bo'lsa, uning ushlab qolinishiga cheklov bor yo'qligini aniqlang. Bankdan asos so'rang, zarur bo'lsa. Markaziy bankning murojaat kanallari yoki iste'molchi huquqlarini himoya qilish tartibidan foydalaning. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, avgustdagi 20 million so'm masalasida hamma bir xil holatda emas. Kimdir bu pulni qonuniy oladi va qaytarish shart emas. Kimdir shartlarni buzgan bo'lsa yoki noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, qaytarish talabi chiqishi mumkin. Kimdandir karta orqali pul yechilsa, bu yordam puli qaytarib olindi degani bo'lishi shart emas. Sababi kredit, ijro ishi, aliment, soliq yoki boshqa qarzdorlik bo'lishi mumkin. Men sizga eng muhim qoidani aytaman. Pul tushsa, manbasini aniqlang. Pul yechilsa, kim yechganini aniqlang. Qaytarish so'ralsa, yozma asos talab qiling. Hujjatsiz va begona kartaga hech qachon pul o'tkazmang. Hamma skrinshotlar, bank ma'lumotlari, arizalar va javoblarni saqlang. Shunda siz o'z huquqingizni aniq himoya qila olasiz. Sizda ham avgust oyida 20 million so'm ijtimoiy yordam, bolalar puli yoki kartadan yechim bilan bog'liq holat bo'lgan bo'lsa, sizga pul tushdimi? Qaytarish so'raldimi? Kartangizdan yechildimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan muammolarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga pulini va huquqini himoya qilishda yordam beradi.